Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tug'ruqdan oldingi belgilar va qachon radomga tug'ruqxonaga murojaat qilish haqida gaplashamiz. Tug'ruqdan oldingi belgilarga quyidagilar kiradi. Ya'ni bunda eng birinchi belgilaridan ayol kishi o'zida oy to'lg'oqqa o'xshagan og'riqlar sezaveradi. Ya'ni bu xalq orasida oy to'lg'oq deyiladi. Bizani vrachlar tilida esa ложный роды deyiladi. Bunda qisqa davomiyligi har xil bo'lgan va orasidagi muddati har xil bo'lgan neregulyar bo'lgan og'riqlar kuzatiladi. Bunda ayollar ko'pincha vahmaga tushadi, shu tomanda og'riq boshlandi, tug'ruq boshlandi deb. Lekin og'riqlarning xarakteri har xil bo'ladi. Haqiqiy tug'ruq bilan soxta tug'ruqning farqlari: haqiqiy tug'ruqda og'riqlar davomiyligi regulyar bo'ladi va ular orasidagi masofa bir xil davomida qisqarib boradi. Ya'ni boshida masalan 10-15 minutda orasida masofasida boshlangan bo'lsa, daqiqada. Undan keyin har 3-4 minutda takrorlanadigan, 35-40-45 sekund davomida davom etadigan, ushlab turadigan og'riqlar bo'ladi. Bu og'riqlar regulyar bo'lib, masalan 1 soat davom etib to'xtab qolib, unaqa bo'lmaydi, regulyar bo'ladi. Soxta dardlarda esa, soxta tug'ruqda esa bunday og'riqlar neregulyarni bo'ladi. 10 minutda, 15 minutda, 5 minutda, ba'zan tezlashib ketib, ba'zan juda uzoqlashib ketadi. Va og'riqlarni ushlab turish muddati ham kichkina bo'ladi, ya'ni qisqa bo'ladi. Bunda masalan 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, uzoq borsa 25 sekundgacha davom etishi mumkin. Tez o'tib ketadigan og'riqlar bo'ladi. Keyingi tug'ruqdan keyin tug'ruq yaqinligini belgilaridan bu o'sha bachadon tubi deymiz yoki qorin tubini shu pastga tushishi, ya'ni bachadon tubini pastga tushishi, qovurg'alar sathidan pastga tushishi hisoblanadi. Va keyingi belgilaridan bachadon bo'yni probkasi deydi, shillig'i ajralishi. Bunda hammada ham har xil ko'rinishda bo'ladi. Ba'zi birlarda faqat shilliq sarg'ish tipdagi ajralma ajralsa, ba'zi birlarda sarg'ish, och, ro'ziviy rangdagi qon aralash bilan keladi. Ba'zi birlarda esa qon massasi ko'proq bo'ladi va bunda ham ayollarda yo'ldosh ko'chishi yoki boshqa qon ketyapti degan xavotirlar bilan murojaat qilishadi. Xo'p, bachadon shillig'i ketishi. Xo'p, unda qachon tug'ruqxonaga murojaat qilish kerak? Tug'ruqxonaga sizda regulyar har 3-4 minutda takrorlanuvchi, davomiyligi 35-40 sekunddan davom etuvchi regulyar to'lg'oqlar, ya'ni regulyar dardlar bo'lganda, boshlanganda hamda qog'onoq suvlari sababsiz yoki o'z muddatida ketganda, keyin esa qindan notanish va noaniq hajmdagi qonli ajralmalar yoki korishniy выделение deydi, to'q qizil rangdagi ajralmalar ajralganda, qorinni tarang bo'lib bir xilda qotib turgan yoki bo'lmasa bachadonni mahalliy lokal og'riqlar bo'lganda murojaat qilish kerak. Va bundan tashqari bola qimirlashi yoki homila qimirlashi pasayganda, kamida 4 soat ichida bir marta ham qimirlamasa, unda zudlik bilan radomga murojaat qilish kerak bo'ladi. Hurmatli ayollar, sizda tug'ruq muddatingiz yaqin bo'ladigan bo'lsa va o'zingizda yuqoridagi belgilarni aniqlanayotgan bo'lsa, bunda vahimaga tushmasdan tug'ruq kompleksiga murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli ayollar, sizda tug'ruq muddatingiz yaqin bo'lib va yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, bunda vahimaga tushmasdan tug'ruq kompleksiga o'z vaqtida murojaat qiling. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.